Mana ulug' Shodiyonadan yig'ilib turgan ekanmiz. Keyin-kuyovlarimiz davraga taklif qilishdan oldin men bir xalq bilan hisob-kitob qilib olishim kerak. Bu onangi eshak sikir qishloqda bolalar to'y boshlandi deguncha davron tarakanday bosib ketadigan kishiylar. Bu bolalarning ota-onasi yo'qmi yo'q to'ymatlardi. Ota-onasiga aytingizlar, bolalarni jishtirotsin o'zi olib borib hammasini nashom etib kelamayasiz. Rais kim? Shuhratmi rais? Nima? Uyda ovqat yo'qmi? Kallasini do'stlardan ko'tara olmaydi. Ko'tar kallayni, ko'tar yo'q to'yamat. Mana san'atkorlarni aytdik. O'tar joyingga rais sen chaqirganing, o'tar seni. Ha, mana Otabek Mo'minov menga qara. O'zi to'rtta qo'shiqda normanga o'talmaysan. Yana chilpinlaganingga o'layman. Dababishni qilib bugun ertalabgacha aytmasang, seni ham inayin o'miga uraveraman inayin seni. Ye? Menga qara. O'zi Toshkentdan san'atkor aytsak bo'lardi. Senga non deb chaqirdik, non bo'lsin deb chaqirdik. Yo'q, to'ymas, tushunyapsanmi yo'qmi sen? Inangda suskay. Ha, xo'p, mayli. San'atkorlarga hozir navbatni beramizda, Usratiningda meni deskingda hammasini qo'sh. Keyin-kuyovlarimizni Shohrux Repperni bananda taronasi sadolari ostida davraga taklif qilmasak, keyin-kuyovlarda ham inas nomiga uraveraman inasini suskay.